Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash. Bu masala faqat hozir pensiya olib, yana ishlayotgan insonlarga emas. Balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan, ota-onasi pensiyada bo'lgan yoki oilasida ishlovchi pensioneri bor har bir kishiga tegishli. Chunki ko'pchilik yillar davomida ishlab yuradi. Lekin pensiyasini qayta hisoblatish huquqi borligini bilmaydi. Natijada o'ziga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pulni olmay yuradi. Men bugun sizga oddiy tushunarli tilda aytaman, oldin qanday edi. Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Kim qayta hisoblashga murojaat qilishi kerak? Kimda esa o'zgarish bo'lmasligi mumkin? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng muhimi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p uchraydigan xatolar va amaliy tavsiyalarni aynan keyingi qismlarda aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamning cho'ntagiga, oilaviy byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo, ishlovchi pensioner deganda kimni tushunamiz? Bu pensiya yoshiga yetib yoki qonunda belgilangan boshqa asos bilan pensiya tayinlatgan. Lekin pensiya olishi bilan bir vaqtda mehnat faoliyatini davom ettirayotgan shaxsdir. Masalan, erkak kishi yoshga doir pensiyaga chiqqan, lekin maktabda qorovul bo'lib ishlayapti. Ayol kishi pensiyaga chiqqan, lekin bog'chada hamshira. Kassir, hisobchi yoki farrosh bo'lib ishlayapti yoki sobiq muhandis pensiyadan keyin xususiy korxonada maslahatchi bo'lib ishlayapti. Bularning barchasi ishlovchi pensioner hisoblanadi. Ko'pchilikning ongida bitta noto'g'ri tushuncha bor. Pensiya chiqqanimdan keyin yana ishlasam, baribir pensiyam o'zgarmaydi deb o'ylashadi. Yana boshqalar esa men ishlayapman, demak davlat o'zi avtomatik ko'rib chiqadi deb kutib yuradi. Amalda esa vaziyat bundan murakkabroq. Pensiya qayta hisoblanishi uchun ish staji, to'langan ijtimoiy soliq yoki badallar, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, mehnat faoliyatining rasmiyligi va hujjatlarning to'g'ri yuritilishi juda muhim. Oldin pensiya masalasida hujjatlar ko'proq qog'oz shaklida yuritilar edi. Mehnat daftarchasi asosiy dalil hisoblanardi. Odam bir joyda ishlagan bo'lsa, u yerda buyruq chiqqanmi? Mehnat daftarchasiga yozilganmi? Ish haqi ma'lumotnomasi saqlanganmi? Arxivda hujjat bormi? Hammasi pensiya hisobiga ta'sir qilardi. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, u o'z haqqini osonroq olardi. Kimning hujjatlarida uzilish, xato, korxona nomi o'zgargan, arxiv yo'qolgan, ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan bo'lsa, pensiyani hisoblash yoki qayta hisoblashda muammoga duch kelardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektronlashgan. Ish beruvchi xodimni rasmiy ishga olgan bo'lsa, mehnat shartnomasi elektron tizimda ko'rinadi. Ish haqi bo'yicha soliq hisobotlari yuritiladi. Pensiya jamg'armasi ayrim ma'lumotlarni bazalardan ko'rishi mumkin. Lekin bu hech narsa qilish shart emas degani emas. Elektron bazada xato bo'lishi, eski yillardagi ma'lumotlar kiritilmagan bo'lishi, ish beruvchi xodimni noto'g'ri rasmiylashtirgan bo'lishi, ish haqi minimal ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlovchi pensioner o'z pensiyasi bo'yicha befarq bo'lmasligi kerak. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Ishlovchi pensioner pensiyasini qayta hisoblatishda nimalarni bilish kerak? Birinchidan, pensiyani qayta hisoblashning asosiy ma'nosi shuki, pensiya tayinlangandan keyin siz yana rasmiy ishlagan bo'lsangiz, shu davr ayrim hollarda umumiy ish stajingizga qo'shilishi va pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda rasmiy ishlagan degan so'zga alohida urg'u beraman. Og'zaki kelishuv bilan oylikni qo'lga beramiz degan tartibda. Mehnat shartnomasisiz ishlagan davr ko'pincha pensiya hisobida tan olinmaydi. Chunki davlat organi uchun asos hujjat va elektron ma'lumotdir. Masalan, G'ulom aka 60 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlangan paytda uning rasmiy ish staji 27 yil edi. Pensiyaga chiqqandan keyin u yana 3 yil korxonada rasmiy qorovul bo'lib ishladi. Har oy ish haqi hisoblandi, soliq hisobotlarida ko'rsatildi. Bunday holatda G'ulom aka pensiyasini qayta hisoblatish masalasini ko'tarish kerak. Chunki uning pensiya tayinlangandan keyingi rasmiy ishlagan davri bor. Ikkinchi misol. Saodat opa pensiyaga chiqqandan keyin tikuvchilik bilan shug'ullandi. U uyda buyurtma olib ishladi, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmadi, hech qanday rasmiy to'lov qilmadi. U men ham ishladim-ku, pensiyam oshishi kerak deb o'ylashi mumkin. Lekin pensiya tizimi uchun bu mehnat faoliyatini isbotlash qiyin. Agar rasmiy ro'yxat, soliq, badal yoki boshqa hujjat bo'lmasa, bunday davr pensiya qayta hisobida inobatga olinmasligi mumkin. Uchinchidan, faqat ishlagan yilning o'zi emas,
ish haqi masalasi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblashda ish staji va ish haqi ko'rsatkichlari muhim omillardan hisoblanadi. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin yuqori rasmiy ish haqi bilan ishlagan bo'lsa, ayrim holatlarda bu ma'lumotlar pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu har doim ham qancha ko'p oylik olsam, pensiyam shuncha ko'p oshadi degani emas. Pensiya hisobida qonunda belgilangan chegaralar, koeffitsiyentlar, eng kam va eng yuqori hisoblash mezonlari bo'ladi. Shuning uchun har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Keling, raqamli misol qilaman. Farhod aka pensiyaga chiqqanda uning pensiyasi 1 million 800 ming so'm deb tayinlandi. U keyin yana 2 yil rasmiy ishladi. Ish haqi oyiga 3 million so'm atrofida bo'ldi. U pensiya bo'limiga murojaat qildi. Mutaxassislar uning qo'shimcha ish stajini, elektron ma'lumotlarini va ish haqi ko'rsatkichlarini tekshirdi. Natijada pensiyasi 20 million 800 mingdan 1 million 900 ming so'mga chiqishi mumkin. Bu yerda IBS 1 ming so'm kimlargadir kichik ko'rinishi mumkin, lekin bir yilda 20 million 800 ming so'm bo'ladi. 2-3 yilda esa bu sezilarli summa. Yana bir misol. Malika opa pensiyaga chiqqandan keyin 5 yil davomida maktabda rasmiy kutubxonachi bo'lib ishladi. Lekin uning ish haqi uncha yuqori bo'lmagan. U qayta hisoblatish uchun murojaat qilganda pensiya biroz oshishi mumkin. Lekin juda katta oshmaydi. Chunki qo'shimcha staj bor, ammo ish haqi past bo'lgan. Shunga qaramay, men bunday holatda ham murojaat qilishni tavsiya qilaman. Nega? Chunki pensiya bu doimiy daromad. Oyiga 7 ming so'm oshsa ham, bir yilda 840 ming so'm. Bundan tashqari, keyingi indeksatsiyalar, ya'ni pensiyalar oshirilganda bazaviy miqdor yuqoriroq bo'lsa, kelajakdagi oshish ham shunga nisbatan hisoblanadi. Kimlar albatta xavotirlanishi va tekshirtirish kerak. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin kamida bir necha yil rasmiy ishlagan pensionerlar. Ikkinchidan, pensiya tayinlangan paytda ish staji to'liq bo'lmagan, lekin keyin ishlashda davom etganlar. Uchinchidan, pensiya tayinlangandan keyin yuqori maoshli ishga kirganlar. To'rtinchidan, oldin hujjatlar yetishmagan sababli pensiyasi kamroq chiqqan, keyin esa orqadan yangi ma'lumotlar topganlar. Beshinchidan, mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin pensiya tayinlanganda u davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb gumon qilayotganlar. Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, qayta hisoblashdan katta natija kutmaslik kerak. Agar siz faqat 1-2 oy ishlagan bo'lsangiz, bu ham katta o'zgarish bermasligi mumkin. Agar ish haqi juda past ko'rsatilgan bo'lsa va staj ham oz bo'lsa, pensiya oshishi juda kam bo'lishi mumkin. Lekin men baribir tekshirtirish zarar qilmaydi deb hisoblayman. Chunki odam ko'pincha o'z hujjatlarida qanday ma'lumot borligini bilmaydi. Birinchi nozik jihat, norasmiy ish pensiyaga deyarli yordam bermaydi. Bu juda achchiq haqiqat. Ko'p pensionerlar bozorda, ustaxonada, do'konda, fermada yoki xususiy uyda ishlaydi. Ular real mehnat qiladi, charchaydi, vaqt sarflaydi. Lekin agar ish beruvchi ularni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu mehnat pensiya qayta hisobida ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyadaman deb rasmiylashtirishga befarq bo'lmang. Sizga baribir pensiya bor-ku degan gapga ishonmang. Siz ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy mehnat shartnomasi bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ish beruvchi sizni yarim stavka yoki juda past oylik bilan ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz amalda oyiga 2 million 500 ming so'm olayotgan bo'lsangiz, lekin hujjatda 1 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya tizimi hujjatdagi summani ko'radi. Keyin siz men ko'proq olardim desangiz ham, buni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ishlovchi pensioner oylik hisob-kitob varaqasini, bank kartasiga tushgan pulni, mehnat shartnomasidagi summani va soliq hisobotlaridagi ma'lumotlarni imkon qadar tekshirib borish kerak. Uchinchi nozik jihat, pensiya qayta hisoblanganda har doim katta oshish bo'ladi degan kafolat yo'q. Ba'zi odamlar qo'shnimniki 300 mingga oshibdi, meniki ham shuncha oshadi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Har bir insonning pensiya formulasi boshqacha natija beradi. Ish staji, ish haqi, pensiya turi oldin hisobga olingan davrlar, qo'shimcha davrlar, imtiyozlar, cheklovlar, eng kam pensiya miqdori kabi omillar bor. Ikki odam bir joyda ishlagan bo'lsa ham pensiyasi turlicha bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, pensiya turi muhim. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli shartlarda tayinlangan pensiya bo'yicha qayta hisoblash tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan,
Yoshga doir pensiyada qo'shimcha staj masalasi bir ko'rinishda ko'rilsa, nogironlik pensiyasida boshqa mezonlar ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilganda faqat men ishlayapman deyish yetarli emas. Qaysi turdagi pensiya olayotganingizni aniq aytishingiz kerak. 5. Nozik jat pensiya tayinlangan paytda hisobga olinmagan eski stajlar ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol uchun, Nodir aka yoshligida 1960 yillarda zavodda ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda zavod arxivi topilmagani uchun 30 yil staji hisobga olinmagan. Keyin qarindoshi orqali arxiv ma'lumotnomasi topildi yoki korxonaning huquqiy vorisi aniqlanib hujjat oldi. Bunday holatda faqat pensiyadan keyingi ishlagan davr emas, oldingi hisobga olinmagan davr bo'yicha ham qayta ko'rib chiqish so'ralishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki ayrim odamlarning pensiyasi aynan hujjat yetishmagani uchun kam tayinlangan bo'ladi. 6. Nozik jihat vaqt masalasi. Ba'zan odamlar 5 yil, 7 yil, hatto 10 yil kutib yuradi. Keyin boraman, hujjat yig'ishga vaqtim yo'q. Baribir oshmasa kerak deb kechiktiradi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Chunki murojaat qilgan kundan yoki belgilangan tartibdagi sandadan boshlab qayta hisoblash amalga oshirilishi mumkin. O'tgan barcha yillar uchun avtomatik tarzda hammasi qaytariladi deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. Har bir holatda muddatlar, ariza berilgan sana va hujjat taqdim etilgan vaqt muhim bo'ladi. Kechikish sizga pul yo'qotish bo'lib qaytishi mumkin. 7. Nozik jihat elektron bazadagi xatolar. Hozir ko'pchilik hammasi kompyuterda bor deb ishonadi. Lekin bazada familiya xato yozilgan, pasport ma'lumotlari eski bo'lgan. Korxona stili noto'g'ri tushgan, ishga qabul qilingan sana kiritilmagan, bo'shatilgan sana noto'g'ri ko'rsatilgan holatlar uchraydi. Masalan, bir pensioner 2020 yildan 2023 yilgacha ishlagan, lekin tizimda faqat 2022 yil ko'rinadi. Agar u tekshirtirmasa, 1 yil staji yo'qolib qolishi mumkin. Shuning uchun men har doim ishon, lekin tekshir tamoyilini tavsiya qilaman. 8. Nozik jihat yakka tartibdagi tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish masalasi. Pensioner pensiyadan keyin kichik biznes qilishi, xizmat ko'rsatishi, hunarmandchilik bilan shug'ullanishi mumkin. Lekin bu faoliyatning pensiya hisobiga ta'siri rasmiy ro'yxat, to'lovlar va qonunda belgilangan tartibga bog'liq. Agar odam o'zini o'zi band qilgan bo'lsa yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, qaysi to'lovlarni amalga oshirgani va bu davr pensiya stajiga qanday kiritilishi alohida tekshiriladi. Shuning uchun bunday pensionerlar soliq organidagi va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni solishtirib ko'rish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda shunday inson bo'lsa, quyidagicha harakat qiling. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, JSHR mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar bor yo'qligini tekshiring. Hujjatlar bir papkada tursin. Ko'pchilik aynan hujjat tarqoqligi sababli murojaat qilganda qiynaladi. Ikkinchi qadam, pensiyaga chiqqaningizdan keyin qayerlarda ishlaganingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oching va ustun qilib yozing. Korxona nomi, ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim, taxminiy ish haqi, rasmiy shartnoma bo'lganmi, oylik karta orqali tushganmi? Bu ro'yxat sizga pensiya bo'limida gapni aniq tushuntirishga yordam beradi. Mutaxassis oldiga borib, ancha ishlaganman deyishdan ko'ra, 2020 yil 15 martdan 2022 yil 30 iyungacha falon korxonada qorovul bo'lib ishlaganman deyish ancha samarali. 3 qadam, ish beruvchidan zarur ma'lumotlarni oling. Agar siz hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan yoki buxgalteriyadan mehnat shartnomangiz, ishga qabul qilish buyrug'i, lavozimingiz, ishlagan davringiz va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashtiring. Agar elektron mehnat daftarchasida ma'lumot bor bo'lsa, uning to'g'ri kiritilganini so'rang. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, korxonaning huquqiy vorisi yoki arxiv tashkilotiga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq qilib yozing. Men pensiya tayinlangandan keyin rasmiy ishlagan davrlarimni inobatga olib pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar eski hisobga olinmagan stajlar ham bo'lsa, pensiya tayinlanganda hisobga olinmagan ish stajim bo'yicha hujjatlar taqdim etilmoqda. Pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizada telefon raqamingizni.
Manzilingizni va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 5-qadam murojaatni faqat og'zaki qoldirmang. Bu juda muhim. Ba'zan odam borada og'zaki so'raydi. Kimdir keyin keling deydi. Shu bilan masala qolib ketadi. Men tavsiya qilaman. Yozma ariza bering yoki rasmiy elektron murojaat qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, raqam yoki xabarnoma bo'lsin. Shunda keyin murojaatingiz qachon qabul qilingani aniq bo'ladi. 6-qadam. Elektron xizmatlardan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lsa, my.gov.uz portali pensiya jamg'armasining rasmiy xizmatlari yoki tegishli davlat xizmatlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Elektron raqamli imzo yoki OneID orqali ayrim ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Muhimi, ma'lumotlar tekshirilmasdan qolmasin. 7-qadam, natijani hisoblab berishlarini so'rang. Pensiya qayta hisoblangandan keyin yangi miqdor qanchaga o'zgargani, qaysi davrlar hisobga olingani, qaysi davrlar rad etilgani va nima sababdan rad etilgani bo'yicha tushuntirish so'rashga haqlisiz. Agar sizga oshmadi deyishsa, nima uchun oshmaganini bilishingiz kerak. Balki staj yetarli ta'sir qilmagandir. Balki ish haqi past bo'lgandir. Balki hujjat noto'g'ri bo'lgandir. Sababini bilmasdan chiqib ketmang. 8-qadam. Rad javobi bo'lsa, uni yozma shaklida oling. Agar siz taqdim etgan hujjat qabul qilinmasa yoki qayta hisoblash rad etilsa, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin siz xatoni tuzatishingiz, qo'shimcha hujjat olib kelishingiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. 9-qadam. Hujjatlarda xato bo'lsa, darhol tuzating. Familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karmova bo'lib qolgan bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, korxona nomi almashgan bo'lsa, bular mayda ko'ringani bilan pensiya hisobida muammo tug'diradi. Xatoni ko'rib, mayli tushunarli-ku deb qoldirmang. Davlat organi hujjatga qaraydi, taxminga emas. 10-qadam. Pensiyangizni va ish faoliyatingizni yiliga kamida bir marta tekshirtirib boring. Ayniqsa siz pensiyadan keyin ham ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, mening rasmiy ish stajim tizimda to'g'ri yuribdimi? Ish beruvchi meni to'g'ri ko'rsatyaptimi? Oylik ma'lumotlari bormi deb tekshirish foydali. Bu odat keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Yana bir amaliy misol aytaman. Rahima opa pensiyaga chiqqandan keyin xususiy klinikada registrator bo'lib 4 yil ishlagan. U o'zini rasmiy ishlayapman deb o'ylagan. Chunki har kuni ishga borgan, oylik olgan. Lekin tekshirtirganda ma'lum bo'ldiki, klinika uni faqat 1 yil rasmiy ko'rsatgan. Qolgan davrda esa shartnoma uzaytirilmagan. Rahima opa buni vaqtida bilganda ish beruvchidan shartnomani to'g'rilatishi mumkin edi. Lekin yillar o'tib ketgach, isbotlash qiyinlashdi. Mana shuning uchun men ishlovchi pensionerlarga har yili o'z ma'lumotlarini tekshirishni maslahat beraman. Yana bir holat. Akmal aka pensiyaga chiqqandan keyin qurilish firmasida muhandis bo'lib ishlagan. U yuqori maosh olgan. Hammasi bank orqali tushgan. Lekin pensiya bo'limiga murojaat qilishni 6 yil kechiktirgan. Keyin pensiyasi oshgan. Lekin u oldingi 6 yil uchun ham farqini beringlar deb talab qilgan. Bunday vaziyatda to'lovning qaysi sandan hisoblanishi qonuniy tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Agar huquqingiz bo'lsa, uni o'z vaqtida rasmiylashtiring. Men yana shuni ta'kidlayman. Ishlovchi pensioner bo'lish pensiyadan mahrum bo'lish degani emas. Ko'pchilik ishlasam pensiyamni kamaytirib qo'yishadi deb qo'rqadi. Amaldagi tartiblar o'zgarib turishi mumkin, lekin umumiy yondashuv shuki, pensionerning rasmiy ishlashi uning huquqlarini yashirishga sabab bo'lmasligi kerak. Aksincha, rasmiy ishlash kelajakda pensiya hujjatlari aniq bo'lishiga yordam beradi. Agar sizda shubha bo'lsa, eshitgan gaplarga emas, pensiya jamg'armasining rasmiy tushuntirishiga tayaning. Bugun men sizga ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash masalasini batafsil tushuntirdim. Eng muhim fikrlar shular. Pensiyadan keyingi rasmiy ish davri ahamiyatli bo'lishi mumkin. Norasmiy ish ko'pincha pensiya hisobida ko'rinmaydi. Ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri yuritilishi kerak. Qayta hisoblash uchun murojaatni kechiktirmaslik zarur. Og'zaki gap bilan emas, yozma ariza bilan ish yuritish kerak. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va ishlayotgan bo'lsangiz, bugun hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz ishlovchi pensioner bo'lsa, ularga shu masalani tushuntiring. Ba'zan odam o'z huquqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi.
Men ekspert sifatida sizga aytaman. Pensiya masalasida befarqlik qilish mumkin emas. Chunki bu sizning mehnatingiz evaziga shakllangan haqingizdir. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? O'shdimi yoki rad javobi oldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa, staj va hujjatlar bo'yicha yana muhim mavzularni oddiy tilda tushuntirib beraman.